Ushbu disclaimerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan. Real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Aql to'y o'zicha. Abdullajon, to'g'risi. Nima deyapman men senga? Qo'yaman hozir. O'tgan safar Abdimga loyni bulg'ab ketding, indamadim, to'g'rimi? Gaday, tirishma. Kuchi yetmaydi baribir menga. Hozir isqol porloq qilib, shistavka qilib, bunisini ham tog'angga aytasanmi? Конечно aytaman. Tog'am bizga nima dedi? G'ish qo'yiladi dedi. Lekin sen o'sha maktablarga panetka beryapsan-da. Menga qara, Sayfi, agar. Nima agar? Nima agar? Sen gaday zapomni. Chaypab tashiyman, shuning kuching yetmaydi sana. Ibi tog'ajon kelyapti. Qani? Seni ham, tag'ayam, iding naxu. Isingdan chiqarma, qishloq dubayllari qaytmas chayir bo'ladi. Agar yana bir marta oldimdan chiqsang, bu safar kumaman. Adin gaday, lekin ikki bir qilib. Yuragimga yesh, o'tin yoqmada, men senga hali to'g'riga ko'rsataman. Samaklarni shuncha ko'rsataman. Menga sakraganlarni o'zim joyiga qo'yib qo'yaman. Sayf chota g'ishtiganday bo'ldimi? Men bir ishlagan odam bo'layman. Lapay to'g'ri. Nima qilyapsan? Ish tashiyotgandim. Men sen indis kinoga o'ynayapsanmi deyman, u yoqdan bu yoqqa dumalaysan. Tog'ajonim, ag'ish qoshi urib belmanoday bo'lib qoldi-ku, shunga bellar to'g'irlash, ana o'sha mashqini qo'yatdim. Sayfulla qani? Sayfulla demang, jiyanjonim, sizni mehribonchaysiz-ku. Ish tashiyib desam, nima kerak menga g'ishingni bitta ko'ngga cho'milishga ketardi. Men qanday? Zo'r, tog'a. Bir dumal olasanmi? Yo'q, hammasi chotki. Ha, yaxshilab tur. Sen olding kesam. Qo'lni ko'rsataman men sana. Tog'ajon, mehribonchasiz keldinglar. Yor keladi, tog'da yor vafodor keladi. Yor keladi, tog'da yor vafodor keladi. Bomi og'rib. Qayerda eding? Tog'ajon, konda cho'milishda edim. Uzr boshqa qaytarilmaydi. Barisiga qarab. Uylanaman deydi. Qachonchani shamollatib uylasa. Nachinoshkalar anglayapsanmi, ayat? Va, seni deb bo'ldi qolgansiz. Sayfijon, gap yo'q. Birinchi marta mujiklik qilding. Tag'angga aytib bermading. Chunki bu dunyoda senga o'xshagan hamma ko'p emas, gaday. Sayfijon, esingdan chiqarma. Bu dunyoda hamma ham yaxshi bo'lavermaydi. Kimdir ko'tliklar qilib turish kerak. Men shu uchun dunyoni bir tekshiryapman. Lekin mana bu tag'ani shapot uchun sen hali javob berasan. O, muncha irg'achiga o'shqab arazlaverasan, erta armiyaga borsang nima qilasan? Короче, давай, bor kiyim almashtir, tog'am aytib ko'chadagi g'ishlar ichkari kirgizish kerak. Seni deb bo'ldi bu. Tushunmayman tag'angga. G'ishlarni kirgiz chiqar. Nima? Biz mag'rikormizmi?
Vaqti bor, hali kimniki? Tog'imnikimi? Xohlagan ish qildiradi. Buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi. Oho, tag'angga o'rgandingmi? Men dalada bo'laman. Sa jonimga tag'asi-yu o'zi. G'isht qanday toshsam ekan, bittalab toshsammi? Yo, g'altak bilan toshsammi? Ye, gaday ustozim! Mehribonim! Mana, g'altakchan o'zi kelyapti. Yo, ustozlar! Ator! Qo'y qo'y zola ustozim! Buncha osalasan kimsan? Zulf ko'pkarman-ku, gaday. Qaysi Zulfi toniman? Har doim sen bilan qishloq rishalarini qilib yuradigan yordamchingman. Zulfidan ishlar yig'ishtirganman. Hop shu bitkal yig'ishtirganman. Bir marta imkon ber, ishingni qilay, xizmating qilay, gaday. Hop, qatsa. Birinchi navbatda otangga xizmatini qil. Otasini xizmatini qilmagan, meni ham xizmatim qilmay turib qolaman. Qilaman. Iltimos, bir marta shans ber. O'ylab ko'rish kerak. Mayli, senga ikkita shartim bor. Quchoqlama, ayollarga o'shqape. Ikkita shartim bor. Birinchisi hozir sayfi chiqadi-ku. Aha. Shunaqa yugurib borib ko'chadan tepasan, ko'chadan karragi chiqib ketsin. Gadaydan pochta deysan. Ikkinchisi mana ishlar ko'ryapsanmi? Mana oxiriga. Ana shuni bittalab uyga toshiysan. Ma'qulmi? Ma'qulki, buni toshiyman, lekin Sayfullo baqotib ketibdi-da. Bo'ldi, menga shogird kerak emas. Qilaman. Bo'ldi, qilaman. Bajarasanmi? Bajaraman. Любой ishing bajaraman. Mayli, sayf chiqyapti. Pas. So'z tog'ajon peshvat qilmang, hamma narsa yes qilamiz, bo'ldi. Buncha To'xta, sayf. Biz shogird. Tibar o'zingdan ketyapsanmi, gaday? Gadaydan pochta. Qachonaqasini 1 minutga qarab ol. Menga qara. Tag'ajon ish buyurgan ishlar toshida, to'g'rimi? To'g'ri. Ishlar toshing kelyapti. Yo'q. Mana bizda g'altakchi. Uzr so'ra. Davay. Zulfijon, ming bor adashdim Zulfijon. Mayli. Zulfijon, ko'ryapsanmi? Ustoz bilan yursang kuchiga ham gapirolmaydi. Menga qara, aytgancha. 20 ming puling bormi senga? Bor. Davay, Qancha qismda? Davay, ishlar toshib tursang, davay. Ketdik, magazin o'tib keling. Menga qara, to'xtada, Barsani fanatka. Sen o'tgan safar nima deding? Mana telpakda hech nima yo'q, bo'sh dedingmi? Xuddi shunday bo'sh nima? Sayfajon, bu telpakda to'la ideya. Bu bosh emas, kompyuter. Buni qara. O'char. Boshqa deysiz qo'yarpa, kechqurun boshqa safar ko'ramiz buni. Mana kim bo'ldi? Yurdi. Tushberdi. Rashankulo, tushgani mashina, kauntar sotib yuribsanmi? Assalomu alaykum aka. Alaykum. Biz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan tikuv mashinalaringizga taklif etamiz. Oppo. Men germanskiy, menimcha yaxshi qancha tushuntirib bering qani? Daromad kuniga 300 ming so'm. 300 ming so'm kuniga 300 ming so'm narxi qancha uni? Narxi boshlang'ich to'lov bor yo'q 500 ming so'm. Qilsangiz 3 kun ichida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 500 ming so'm. 400 ming so'm bersam bo'ladimi? 400. Mayli, faqat siz uchun. Super. Всё, men hozir pul olib kelaman, hal qilamiz, davayda dogovor qilamiz. Super. Superman. Menga qara. Sen nima qishloqda oddiy, sodda odamlarni shaqar pullarni olib allamoqchimisan? Men bor ekanman. Sen hech qachon allalmaysan odamlarni. Esingdan chiqarma. Agar qishloqqa yana bir marta tikish mashinasi deb kelsang, tikamayib qo'y. Tushundingmi? Tez qurib yo'qda. Detski panetga baqa ketdi. Qayda ko'rgansan 500 mingga tikish mashin berganini? Annajonlar, sizlar ham ko'zlaringizni moshday ochingizlar. Bironta telefon qilib bankdanmiz yoki Telegramdan karta nomeringizni tashib yuboring desa ishonmaysizlar. Qaysi birlaringizga bo'lay, hammani qutqara olmayman annajonlar. Sen hali ham o'tiribsanmi? Ribeta, Didillatma, katinam uxlayapti. Tez qurib. Lekin gaday bekor qiling. Zo'r variant aytuvchi uchun mashinkalarni olish kerak deb tamom. Mashinangdan bitta o'raymi? Nima ayollarga o'shqab uyga kirib kashta tikmoqchimisan? Ha? Men Sayfujon uni mashinkasini emas, biznes g'oyasini bepulginaga o'g'irladim. Yaqinda biznes qilamiz. Sen va men boyib ketamiz. To'xta. Bizlar mashinkalarimiz yo'q, qanday biznes qilamiz? Qara fikrlashing ham Lamin Yamalday ditskida. Nima sen o'ylaysan, ularda mashinka bor debdim. Ular bar mashkalar. Запомни, Sashkajon,
G'oyang bo'lsa, mashinkani na uy beragi bor. Men suvsab ketdim, yur magazinga borib suv olaylik. Jir-jir bo'lasan. Mina qurbanay mahabbat atalimgi bo'layin mina qurbani ümitim gülüm gülgülüm İran batağı bulbulum baxtın aşıktın degin qushog'ima kel Yürü yur gaday bu shestorkang toshidimi yo'qmi qishlan bilmasam. Rais bormi? Bobirjon bolam, shu ishing yaxshimi? Rossiyada yuraverasanmi? Pulni jo'natsang, uyda remont qilib, to'yga harakat qilaydik. Nima? Bank ishlamayapti? Bank ishlamasa, birontadan beraversang yaxshi bo'laydi. Rais bu. Raislarda ham muammo bor ekanda. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Tinchlik shu o'g'ilcha Rossiyaga ketuvdi. Pul jo'natsa, pul jo'natmayapti, bank ishlamayapti, boshqa deb problemasi aytyapti. Telefonni beringni. Telefonni bering. Alo. Bispanetga 40 yildan beri Rossiyadasan axir. Telefoningni olasan, Play Market yoki App Store'dan Milliy Pay ilovasini skachat qilasan. Raski nomering shunday kiritasan-da, mana rais buvani Uzkard deysanmi, Humo deysanmi, Lubboyga pul perevod qilsang bo'ladi, Anayjon. Gaplashdim. Hozir sizga Milliy Pay ilovasidan pul tashiydi Bobirjon. Rahmat. Sog' bo'ling. Raizon ma ishga shu Milliy Payda eng arzon foizlar jo'natsa o'shandan. Rahmat gaday. Mahalla obriga ko'tarding-da. Shogird malades, qanday ishlar tosh tashlaganda. Ko'ramiz hozir ko'r. Gibi. Yo'q, bana. Shogirding g'irchichoq ekan-ku, bitta ham qish toshmagan. Kamerani sindirgan, tog'o o'ldiradi. Nimaga ishondim senga? Ay, Sayfijon, azat qilma bo'ldi. Bag'ini o'zimga qo'yib berdi. Zulfa! Aytdirsan, shogirdlikka ona foydasi yo'q. Ana, uni qara, uxlashini qara. Sansirdan uxlab, qo'rtaga chiqsa, Nima, jo'jachani o'ldirib yuborma. Menga suvni olib ber, Sayfijon. Men o'zim bilaman buni nima qilishdi. Nuka, rota, подъем! Menga kelding ustozjon, meni shogirdlikka oling deb ko'timda yalagiday bo'lding. Lekin bu yoqda uxlayotibsan-a, men senga zadaniya berdim. Ishlar toshidi. Buncha ish qildim gaday. Kibi, nima ish qilding? Sayfijon, davr. Rais bilan choqir, milsan choqir protokol qilaylik bam. Uyda pul yo'qolgan sababini men bildim. Mana shu ginida pul yo'qolgan. Qo'stovni cho'qiraman. To'g'ri militsa. Gaday, hali sen menga zo'r bo'lasan, qarab tur. Qanday? Aytdim senga cho'qirmaylik, parod qildi. Xuddi tag'am tursa gazimizni beradi. Tag'i chiqmasa mana endi o'zingcha boshlanmas, hamma joyda paparat qilaylik. Bor ana yere qo'chqorda terisi bor, juni. Olib kel bu yoqqa. Qo'chqor terisi yo'qmi bizda tag'a? Ha, mana bu yerga ko'rpacha tashlash kerak, terisi bo'lmasa, jun bo'lmasa, bir ko'rpacha tashlash Tag'ajon, kerak. hozircha shunday o'tirib turing, hozircha. Onqani ovqatdan. Sizlarga bir davo yo'q ekanda sizlarga. Ha, to'xtab tur, yosh katta boshlaydi ovqatni. Mol bu, moldaydi. Optigara sariq pishak. Mana bu jo'robni olib edi menga. Qo'yildi, mana bu yerga qo'ydi. Ha, jo'rob rassok-ku. Mana buni qo'li jo'robdan rasvo. To'l qo'lingni-yu. Bo'ladi, tog'ajon. Tog'ajon, men yuvganman, men chisti. Shunday davleyni qilyapsanlar, mana tur joyingdan. O'zimdan chisting chiqaraman. Birdoniya qilmaydi, ikki ish qiladi. Tintaging bilan nima bo'laman? Tog'ajon, sizni yaxshi ko'raman-da. Sen hamma yaxshi ko'rasan. Mana bu salfetka yangi yilga yuvilgan. Mana qara, aptinga o'xshaydi. Yo'q, Tog'ajon, uylantiring, kelin yuvadi. Uylangiz kelib qopti bu kishini. O'zing-yu, katta-katta. Kelin nimalar qiladi yana? Xo'p, kishira xizmatim qilar. Sen nima qilasan? Rohatini ko'raman. Shapar yuvishni o'rganish kerak, ovqat qilish kerak. Sizdan o'gina, bizdan bugina degan narsa bor. Xuddi shunday, tog'a. Ey o'lasanlar. Cho'q bor, na bir. Hozircha chizab turing, tag'am. Bo'ldi, tog'ajon, o'tiring, o'zim olib kelay. Isratding.
Seni deb bo'lyapti. Katta ishlar qilib qo'ysang bo'lasanmi? Pomada. Men senga nima? U borishdami, ha? Yo domra bodimsan senga, ha? O'zingdan ketma. hozir ikkoving ham yo'q bo'lasan, dom. Uydan yo'qol. Keling qantoq? Hozir turibman. Hozir kechasi qayerga borasam, maoshim yo'q. Kutingni qisib, aytganini qilib, ovqatingni ye. Yes, to'g'ri. Keyin kitobni o'qiysan. San menga qara. San aqlsizlik qilma. Kitobni olasiz. Siz ham Xo'p bo'ladi, hozir. ana molxonaga hech kim bezovta qilmaysizlar. Sakrongligina. Yerdan tushib ketamiz. Chir, qurqurlar, gaplashib, kitob o'qiysizlar. Tog'ajonim, ming bor uzr sizda bo'lganim uchun ta'lim olish kech emasmi? Ta'lim erta kech bo'ladimi, dabba? Ayt bunga, beshikdan go'rgacha ilm ol. Ha, istamas, oling. Bilan. Oling, dakansa oling. Davay, ovqatni oling. Rahmat. Sayfi, o'ylamay ichingda takrorla. Ichimda aytyapman, nima mishat qilyapmanmi senga? Nima o'ylayapti? Hoy, Bobik ekan-ku. Men senda o'ylabman. Endi biz kuchuk bilan solishtiryapsiz-da, ha? Sayfijon, bitta zo'r g'azal yodladim, aytib beraymi? Nima? G'azal qani? Davay. Alisher Navoiy g'azali ijro etadi jo'shqin gadoyi, eshitadi Sayfulla Haromiy. Unaqa dema. Eshit. Kecha kelg'umdir dibon, ul sarvagilru kelmadi. Qara. Ko'zlarimga necha tong otguncha uyqu kelmadi. Qara, uxlamay yozganda. Lahza chekdim yo'lida intizor. Keldi jon bo'g'zimga-yu, ul sho'xu bakshu kelmadi. Gaday maestrosan. Seni og'zingdan ham normal narsa chiqagan-a? Kalishna g'azalning kuchliligini ko'ryapsanmi? Hozirgina 4 ta she'r yozadi-da, to'y, qazara, qiladi. Gaday, ana nimani kara aytib beraymi senga? Aytib ber. Qara, yuqorida kvadrat, Gaday. Boshqa nima deysan menga? men senga eshak o'g'riga nima dedim, ha? Qaytdingmi uyga vaqti? O'tag'am cho'q bor. Senga ishim yo'q, tog'ashunos. Gadayga ishim bor. Sayfijon, nima qani shu go'dakkina nimadir ishi bordir. Nima gap Zulfon? Gaday. Ishga gap bor. O'tda qol. Sayfijon, men hozir kelaman, xo'pmi? O'tag'am tursin. Ishkani ko'rsataman senga. Ishlarim bor. Nima gap Zulfi? Qishloqda Zulfidan chamadonni olib chiq. Bigon. Men bularni ko'ziga ko'rsatib qo'yayda bir. دستی سفیدی چندان من بسای